Masjidga kirsa, kallasidagi bor g'ami nimasi? Tijorati, hisob-kitobi. Namoz o'qiydi, hayoli do'konida. Ana shunday kishilardan bittasi masjidga kelib shom namozini o'qidi. Namoz nihoyasiga yetgandan keyin imomga turib, siz 2 rakat o'qib qo'ydingiz namozni dedi. Imom, "Yo, men to'g'ri o'qidim" dedi. "Qayerdan bildingiz men 2 rakat o'qiganimni?" "Meni 3 ta do'konim bor o'zi." "Meni 3 ta do'konim bor. Har rakatni o'qiyotganda bitta do'konimni hisob-kitobini qilaman. Siz ikkinchi do'konimni hisob-kitob qilib olishim kerak, namozni tugatib qo'ydingiz. Demak, siz 2 rakat namoz o'qidingiz" dedi. Qarang, bu odamlarda vaqtida tartib yo'q, hayotida tartib yo'q. Ishini g'ami uyiga keladi, uyini g'ami ishga boradi, ishini g'ami masjidga keladi, namozda turadi, do'konni hisob-kitobini qiladi. Tanish manzarami?